Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimiz mebellarni yakuniga yetib molga tugatib oldik. Xudo xolasa, ya'ni Feruz akamiz xonadonlarida turibmiz. Hozirgi turgan joyimiz Samarqand viloyati Urgut tumani Soyg'o's mahallasida turibmiz, to'g'rimi? Soyg'o's mahallasida turibmiz. Xudo xolasa, ko'rib turgan mebellarni to'liq obzorni qilib berishdan oldin ikki og'iz Feruz akamiz o'zidan o'zini fikrini eshitamiz mebel to'g'risida. Keyin har doimgidek sizlar uchun to'liq obzorni qilib beramiz. Sizlardan bo'lsa like, podpiskani boshida so'rab qolamiz. Bizga juda katta podpishkasi bor. O'sha har bitta bo'lsa ekan like, podpiskalarda. Aka bitta aytib bersangiz, obunachilarga qayerdan zakaz berganingiz, qanday chiqdi, ko'zingizga chiqdimi? Rahmat, baraka toping. YouTube kanalidan sizni izlab topgan edim. Mebellaringizga gap yo'q, yoqdi. Rahmat. Olib kelib berishdi, 25 kun, 1 oy dedingiz, olib kelib berdingiz. Sifatli, aytganingizdek chiqdi. Aytgandek bo'ldi. Ko'nglimga yoqdi. Rahmat. O'sha bu yerga kelib turib maket tayyorlaydi. O'sha maketda bu chiqdimi? O'sha xuddi aytganingizda chiqqan. Rahmat. Sifatiga gap yo'q. Tavsiya beraman obunachilarga. Rahmat aka. Necha pulga dogovor qilganda obunachilarga aytib bersangiz? 14 million dogovor bo'lgan edi. 7 millionni berdim, 50%ni. Qolganini mana qurib berganingizdan keyin berdim 7 millionni. 14 million bo'ldi. Xudo xolasa. Ana shunday mana misol uchun kamera tushishdan oldin nima deyman o'zi deb so'rab olganda, o'zingizni ko'nglingizdagi gapni aytasiz, dogovorimizni aytasiz. Tamam, bizda shu narsa aytiladi xolos deganman men. O'shanday bironta gap so'z bunday deysiz deb o'rgatilgan yo'q. Bizda hamisha xolis. Rahmat. Yangiliklar yo'qmi? Gap yo'q mana. Bismillahirrohmanirrohim degan yozuv boshqalarda yo'q edi, bunga qo'yib beribsiz. Rahmat. Endi bu buyog'iga boshlandi. Endi har bitta xonadonga o'sha ovqat solishdan oldin, ana qozonga yog' solishdan oldin, xohlasa o'sha bismillahirrohmanirrohim deb aytib solsa, xudo xolasa o'sha kattalarimiz aytgandek, rizqiga o'sha ovqatni, taomni anaqasiga shayton aralashmaydi dedi. Xudo xolasa yaxshi bo'ldi, rahmat, baraka toping. Nasib qilsa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi kunlarga tuting aka. Rahmat. Mikrofon bilan o'tib turasiz. Men chiroyli qilib obzorni qilib beraman. Qaranglar do'stlar. Birinchi yangiligimizga olib keling. Qanday chiqqan bitta obunachilar like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa ko'rib turganinglar mana tepatasida arabcha yozuv, past tarafida o'zimizni lotincha yozuvda chiroq qilib mana tushirib qo'ydik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu arzimagan bo'lsa ham sovg'a, o'zi unday deb bo'lmaydi. Haqiqiy arzirli sovg'a desa ham bo'laveradi bu narsa. Sababiki har bitta xonadonda, har bitta ishimizda avvalambor shu bismillahirrohmanirrohim deb aytib boshlasak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa ko'rib turganinglardek mana ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan narsamiz birinchi mana o'sha kalyonniy oynamizga tushirib qo'ydik. Shu so'zimiz xudo xolasa. Undan keyin mana yana qaytib o'sha har doimgidek zo'r mebelimiz o'zimizda stol ustida mana kalyonniy oynamizda o'sha lokotifimiz doim bo'lardi. Mana xudo xolasa yana yo'lga qo'yib oldik. Xudo xolasa buni 50 tadan aytishni boshladik. Xudo xolasa oynani ham, orqa tarafidagi o'sha lokotifimizni ham mana bu o'sha so'zlarimizni ham xudo xolasa 50 tadan zakaz beryapmiz. Jonboyda o'ziga o'sha zavodni o'ziga ham Soundglassga ham rahmat yetdi. Shu oynalarni vaqtida chiqarib beryapti xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, Emmer vitishkamizdan qo'yib berganmiz. Sensorlik, masofadan boshqariladigan Emmer gaz plitamizdan qo'yib berganmiz. Komplekt gaz plita bilan vitishga ham shu dogovorimiz ichiga kirgan, lekin narxini отдельный qilib qo'shib qo'yganmiz. Hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Mebelni ichida bo'lmaydi. Mebeldan tashqari hisoblanib turib, umumiy narxni ichiga bitta qilib urib kirgizib qo'yamiz. Keyin sizlarga ana shunday holatga olib kelib beramiz. Gaz plitaning orqa tarafiga kalyonniy oyna, stol ustiga kalyonniy oyna podarkamiz bor, smesитель podarkamiz bor, rakvina va podarkamiz bor. Mana bu joyga bo'ladigan bo'lsa, sushilka podarkamiz bor. Past tarafimizda bo'ladigan bo'lsa, o'sha musor paqirimiz, podarkamiz bor bu tarafimizda. Mana bu o'rta qismiga PVH Plus, Atachenti PVH Plus'imizdan qo'yib beramiz. Pichoq yopishtiriladigan magnet,
pichoq naborlarimiz, podarkamiz bor. Pilontlarimiz polniy o'sha podarkamiz bor. Mana bu joyiga vishilka qilinadigan naborlar ham podarkaga beriladi. Har doim bizda kirgan joyimizda imkon boricha harakat qilamiz. Xolodilnikni korobka qismiga olishga. Korobka qismiga olgan vaqtimizda bemalol xolodilnik ochilaveradi. Plus tepa tarafi ham mana bunday katta holatiga qo'ysa bo'laveradi. Ariston noto'g'ri o'rnatib qo'yibdi. Aristonda biz asli mana bu shkafni ichiga o'rnatishimiz kerak edi. Ikkiga ish qilmaganda bo'ldi, o'rnatilgan narsa o'rnatilib bo'ldi degan uchun qoldi bu narsamiz. Past tarafiga stralka mashinkamizni joylab berganmiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, past tarafimizga duxovkamizni joylab berganmiz. Bu tarafimizga bo'ladigan bo'lsa, o'sha qoshiq vilka soladigan poddonimizni ham yaqinroqdan tezroq ko'rsatib qo'yasiz. Joylab berganmiz bu yerimizga. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, gaz balon turadigan o'sha xodimizni qo'yib berganmiz. Orqa taraflari teshilgan gaz baloni tushadi. Tepa tarafga bo'ladigan bo'lsa, dasturxon, sochiq shunday narsalarni joylab qo'ysa bo'ladi. Bizda har doim xonani ochganingizda har bitta xonada 3 tadan kamerasi bo'ladi, xudo xolasa, akril material bo'ladi, 100% ichki tashqi qismlari qalin lenta bo'ladi. Akril material ichki qismi Rossiyaning Tomsk laminatidan, tepa tarafi bo'lsa plafon fasonli bo'lib bo'ladi. Xudo xolasa mana shu mebelimizni eng yuqori qismi 245 sm bo'lgan joygacha bo'ladi. 210, 205, 220, 225, 230 sm ham bo'ladi. O'zi aslida standart razmerlar. Bizning standart razmerimiz o'sha eng baland standart razmer. 245 sm gacha balandligini ochiq beramiz. Eng baland joyini xudo xolasa ko'rib turgan mebellarda. Nasib bo'lsa o'sha eniga ham, bo'yiga ham umumiy qilib olayotganda bagati qilib yasab beramiz. Bu yoqqa bitta shkaf, bu yoqqa bitta shkaf yasaganimizni asosiy sabablari ham bitta narsani aytib o'taylik. Tepa tarafimizga ilayotgan mana shu korpusimiz svyazka bo'lgan bir-biriga, mana shu shkaflarimizga. U degani ustiga 3 kishi, 4 kishi yursa ham bemalol ko'taraveradi, xudo xolasa degani past tarafiga ag'darilib ketmaydi. Sababi ham shkafga, ham devorga svyazka bo'lyapti bu narsamiz. Stolimiz ustida rossiyskiy stolishitsa qilib berganmiz. Xo'p, menimcha hamma narsasini aytib o'tdik, xudo xolasa. Videoni qisqa qilganim, unumli qilganim sababi kech qolib ketyapmiz. Har kuni o'sha adreslarimizdan qaytib kelishimiz, ertalab turib olishimiz juda qiyin bo'lib ketyapti. Shuning uchun qisqaroq qilgan videoda xudo xolasa sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishib qolamiz deb umid qilamiz. Videolarni ketma-ketlikda yana qaytib chiqaramiz, xudo xolasa. O'rnatgan mebellarimiz, o'sha aytganimdek har doim juda ko'p o'rnatgan mebellarimiz, ularni prosta borib syomka olishga vaqtimiz yetmayapti. Xudo xolasa ularni ham syomka qilib o'sha YouTube kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Sizlardan bo'lsa kuzatib turishda davom etishlar so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha azizlar. Salomat bo'linglar.